Assalomu alaykum. Quyidagicha geometrik masalani ko'rib o'tamiz. Demak, bizga to'g'ri burchakli uchburchakda kvadrat ichga chizilgan. Hop, berilgan ma'lumotlar AB 6 ga teng, AC ni qiymati 3 ga teng. Demak, kvadratni perimetrini topishimiz kerak ekan. Hop, AB tomonimiz 6 ga teng ekan. Hop, x bilan belgilashga qiladigan bo'lsak, qolgan BF tomonimiz 6 minus x ga teng bo'ladi. Hop, bu x bo'ladigan bo'lsa, kvadrat bo'lgani uchun bu tomon ham x bo'ladi. Bu x bo'ladigan bo'lsa, kvadrat bo'lgani uchun bu ham x bo'ladi. Demak, AC tomonimiz berilganga ko'ra 3, hop bu x, demak qolgan tomoni 3 minus x bo'ladi. Endi ikkita uchburchagimiz o'xshash, birinchi va ikkinchi uchburchaklarimiz o'xshashligidan 6 minus x ni katet x ga nisbati teng. Hop, x ni 3 minus x ga nisbati. Aynan mana shu proporsiya orqali tenglamani ishlasak, x qiymati demak 2 bo'ladi. Demak, bizga perimetr so'ralgan. 2 2 2 2 demak perimetrimiz 8 chiqar ekan.